Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yer manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyyon MFda bo'ldi. Bu yerga 13,5 metr bo'lgan uzunligi terasga qo'yib berganmiz, balandligi 2 metr bo'lgan. Xo'p, ranglari zolotoy dub, red pendan bo'lgan, Aldox alyumin seriyasidan bir qavat oq aynida bo'lgan. Red penni ko'pchilik biladi, qayta nima qilish kerak yo'q. Bu Akfa'ni ikkinchi profili hisoblanadi. Ya'ni o'sha zavod Akfa bilan bitta. Xo'p, narxlari sal yengilroq, lekin chidamliligi hamma tomonlama Akfa bilan birga-bir. Xo'p, bu tomonda romlarimiz 220 bo'lgan, enlari bitta o'tdan ochilishi bilan bo'lgan. Eshigimiz 3.10 ga, balandligi pastdan tepagacha 2.90 bo'lgan. Eshikni qanotini o'shanga qarab 2.10 ga qilib qo'yib berdik. 2.20 daji. Chunki bitta ko'z qo'ysak uni yuvib qoladi. Uyda egasining ham talablari shunaqa bo'lgandi. Taylar arkafon bo'ldi. O'sha quyoshga, udarga chidamli variantidan ko'proq pastki punni arkafon qo'yapmiz, hammom eshiklardan tashqari. Sababi o'sha baquvvatligi yaxshi chiqyapti. 30 lik patagoniylar bor. Keyingiroqimiz 3.10 ga, balandligi 2 metr. Narigisi 2.15 ga, balandligi o'sha pastdan tepagacha u ham 2.90 bo'lgan. Keyingisi 2.15 ga, balandligi o'sha 2 metr. Har bitta romimizda bittadan ochilish, faqat mana shu 3.10 lik, 3.20 lik razmerimizda ikkita ochilish bo'lgan. Işte bu havo ko'proq aylantirishlik uchun. Termo ruchkalaridan xudo xolasa chiroyli holatda ligirovkalari hamma yo'q. Zamoklari Akfa'ning o'zini 150 zamoklari bo'lgan kalitlari. Xo'p, penalarni atido taylarigacha, yonlarigacha polностью sepib berdik. Xo'p, işte imkon qadar uyda egalariga, ustalar akalarga aytib qolamiz. Shunaqa temgoli padrashibga bo'lgan joyda imkon qadar nol olingan yaxshi, sababi shunaqa zazor bo'lmaydi. Biz batda eng kichkina joyiga razmer olganmiz, o'sha oxirgi tomoni bo'lgan. Hatto ham gideta 1,5 santimetrga yaqin zazor bor tayda, işte urush uchun. Bu tomonlarga kelgan holati oxiriga kelib turib, hali 2 santimetrgacha chiqib ketyapti. Nima deydi endi, ularda bizga ham sababi to'g'ri kelib qolyapti. İşte bunday ko'rganda rom kaltami degan xayol bo'lib qolishligi uchun bu shunaqa xayol kelyapti odamlarga. Endi biz batda bu katta joyga razmer oladigan bo'lsak, oxiriga borib turib, mana padrashibgan chopish keragiga to'g'ri kelib qolyapti. Unda yana to'g'ri kelmaydi, shuning uchun imkon qadar chiroyli bo'lgan yaxshi hamma yo'q. Endi tepadan pastga tushirib qo'yilsa, mana bu liniyalar vobshe o'zgarib ketadi. Ham tepa o'sha ashibga bo'lgan, hatto iloji yo'q. Shunaqa holat kuzatilib qolyapti bir ikkita joylarda. Endi so'rab qolamiz, imkon qadar tekis bo'lgani yaxshi. Ishimizga qaytsak, hop, patagonnik kirishkalar bor. 30 lik patagoniylar bilan zamon ruchkalari 153 aytib o'tganimdek. Hop, mana Akfa'ning o'zini mahsulotlaridan. Yengil holatda. Hop, ochilishlari, xudo xolasa hech qatlari tekkani yo'q. Akfa'ning o'zini delfin ruchkalari, petlilari hamma yo'q. Hop, yangilangan pechatlari o'sha Akfa'ning o'zini holati hamma yo'q. Rezinkalari ichki tashqi hamma yo'q. Akfa'ning o'zini mahsulotlaridan. Oldingi videolarda ham ko'rgan bo'lsanglar, biz faqat Akfa'ning aksessuarlarini ishlatamiz. İşte bu arzonroq material bo'lsa ham zo'rroq xizmat qilishligi uchun. Chunki bilasizlar, Akfa'da garantiya bor. Hamma yo'g'iga. Yopilishlari yengil holatda. Xo'p, xudo xolasa shuning bilan ishimiz yakunlandi. Bu tomonda yana bitta eshigi ko'rsatib qo'yamiz. Ligirovkalari yengil, bu tomonlari ham zich yopishgan. Qurublanish holatlari ham ajoyib holatda. Kirishkalari, ichidagi penalari ham polni ichki tashqi holatdan penalangan. Endi bu pena zazorlari ustunni qiyshiqligiga ham bog'liq bo'lyapti. Uni battar zazor yo'q, tepaga borib turib zazor bo'lyapti. Bu ham shunaqa holatda. Imkon qadar biz eng kichkina joyga olamiz. Endi ustum bilan o'ralib ketadi. Lekin aytganimdek, tagidagi liniyani o'rnashda iloji bo'lmayapti. Shunga so'rab qolamiz ustakalarimizdan. Xo'p, xudo xolasa kimga shunaqa eshik rom terasga beranda zaril bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Ishlaringiz sifatli, garantiyali qilib olib borib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.